Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Mening Minecraft'dagi skinimni anaqasi qanday? Ha do'stlar, sizlar to'g'ri tushundingiz. Men Minecraft'dagi qandaydir menga papka keluvdi, o'shanga bosib mana shunaqa o'yinga kirib ketdim. Anaqalar yasab, anaqa qilib, shunday crafting table'ni yerga qo'ysam yonib ketdi-da crafting table. Bu Minecraft'ning buzilgan versiyasi ekan. Qani qaranglar bu. Yollar qaranglar, qani crafting table mana sizlarga ko'rsataman. Crafting table yasab ketdi. Nima deyapsan harakatlanmayapti? Men qanaqa o'yinlar harakatlantirmayman. Mana qarang. U uchta crafting table qoldi. Nimaga men anaqa harakatlantirmayapman? Mana mantagi narsani. Mantiq qo'yilmadi. Mana. Qani qo'yildi? Nus qo'yildi, nimaga narxisi yonib ketdi? Shunday yerga qo'ydim, yonib ketdi. Biz sразу video boshlashni boshlardim. Bosdim. Albatta. İşte o. İşte o.